dorsальная venadan ikkita yon tarafga bunday set xuddi shu set kavernozная тело to'lgan paytda devoriga qisilishni boshlaydi ekan. O'zi to'lishi bilan devorga qisilib, shu paytda o'zi mexanizm ketar ekan, обратный xodni bekitib qo'yar ekan venozning. Arterialniy кровьni скорости oshib, venozningniki to'xtab qoladi. Shu yerda stойкий erektsiya shu yerda hosil bo'ladi. Sut shunaqa devorga qisilish hisobiga ekan. Applicatsionni venulalar siqib qo'yish hisobiga. Nima deysan sen? Shunaqa arteriyalar pudenta internani tarmog'i bergan 3 ta arteriyani berib ketgan. Arteriya o'sha bulbi penis bu asosan korpus cavernozum, ya'ni korpus cavernoz to'qimani qon bilan ta'minlaydi. Ikkinchisi esa arteriya profunda penis. Bu asosiy qon bilan ta'minlaydigan arteriya bo'lib, o'sha o'latni pastki yon qismini qon bilan ta'minlaydi. Ya'ni eng muhim qismi hisoblanadi. O'sha cavernoz to'qimalar ichidagi spiral arteriyalar bo'lar ekan. O'sha arteriyalarga kiradi va arteriyalardagi kengayish mexanizmi orqali qon bilan ta'minlanadi. Bu o'sha spiral arteriyalar kengayganda venus chiqish orqaga qaytmaydi. Ya'ni venus kirib arteriyalar spiral arteriya kengayganda venus tizim devori siqiladi va qon o'sha cavernoz to'qimalarida giperemiya holatini keltirib chiqarib, ereksiya mexanizmi bilan. Arteriyalarni aytib o'tganda to'g'ri yo'qmi? Ozgina o'rganishlar bormi? To'g'ri. Shunaqa? Arteria iliaca communis, arteria iliaca interna, arteria pudenda, arteria pudendadan Pudenda qayerda joylashgan? Pudenda cavernoz to'qimani ichida hamda uretraning yon tomonlarida qon bilan joylashgan, bu bilib ketgan. Arteriya dorsalis penis qayerda joylashgan? Pudendani shoxi shu 3 ga bo'linadi. Arteria dorsalis birinchi shoxi, arteria pudenda ichkaridan kirar ekan. Ichkaridan kirib cavernoz tanaga arteriyadan chiqqandan keyin arteriya pudenda o'zi bo'linib ketadi. To'g'rimi? 3 taga bo'lyapti. Arteria dorsalis penis, arteria profunda. Arteriya dorsalis penis bu tepaga qarab ketadi. O'sha past profundani ham beradi, to'g'rimi? Unaqa emasmi? Yo'q, alohida ekan. Pudendani o'zi 3 ga bo'linar ekan. Pudendani o'zi 3 ga bo'linadi. Bittasi shoxi pastga qarab ketgan ekan. Shunga qo'shilganga o'xshab turar ekan aslida. Uchinchisi arteriya bulbi. Asosan uretra bilan piyoz qismi lukuyitsa deb deydi. Shuni nima qilib turadi? Arteriya konsentratsiya. Mexanizmni berasanlar. Eyakulyatsiya mexanizmini berasanlar. Shunlarini eyakulyatsiya qaysi mussalar qiladi, ishlashni boshlaydi. За счет чего оргазм bo'ladi. Shundan keyin eyakulyatsiya mexanizmi. Ereksiya, eyakulyatsiya quvvat sanaladi bo'yinlarida. Хорошо? Предстательная железаning anatomiyasi. Предстательная железа. Muhallari nima ekan? Железа расположена под мочевым пузырем. В основном имеет часть основание, базис простатика и апекс. Апекс мочеполовой диафрагмаga qarab turadi, основанияsi мочевой puzirni sheykasini pastda o'rab turadi. Еще tepa pasti bo'ldi. Задняя часть передний стенка bilan прямой кишкаning передний стенкasi bilan граница qilib turadi. Bu yerda еще перешеек bor. Перешеек shuni ikkita polusga bo'lib beradi. У старых людей, вот 40 yosh, 50 yoshdan oshgandan keyin перешеек утолщение bo'lib, основном периферическая часть, средний do'lani hosil qilib beradi. Undan tashqari oldingi do'lasi bor. Oldingi do'lasi лобковой симфизga qarab turadi. И еще круглый латеральный ko'rsat. Основание tepa tarafi, нижний апекс tarafi и ikkita apex bu qayta cho'qqisi pastga qarab turadi. Pastga мочеполовой диафрагма. Oldi tarafdan endi лобковой симфиз. Shuni bundoq desang, tushunarliroq bo'ladi. Bundoq desang, tushunarliroq bo'ladi. To'g'rimi? Shundoqmidi? Bu nima bo'lyapti? Bu nima bo'lyapti shunda? Past prostatika. Задняя дело bo'ladi. Orqa taraf prямой kishka bilan granitsi bilan prямой kishkani ampulyar qismi bilan
Kalitesiy исследование qilayotgan paytda именно shu orqa tarafdagi nimasi bilan diagnostikiy anaqasi ahamiyatga ega nimasi bor. Bundan tashqari ichki tarafida, orqa tarafda ko'proq kanal alveolar joylashgan. Bez bo'lganligi uchun sekret ajrab chiqadi. O'rtasiga ochiladi. O'rtasida средний частida uterculus degan nima bor. Rudiment matki. Xuddi shu yerga protokalar ochiladi. И семенной puzirokni ham, nimaniki ham, prostatani kanallarni ham. Sostavdagi so'k где-то bu eyakulyatda 30% tashkil qiladi, qolgan 70% семенной puzirokdan keladi. Ikkovi qo'shilib turib, spermaga spetsifичный buni sostavda so'k nima bor? Fruktoza и различные ферменты. Nimada bor? Fruktoza семенной puzirokda qanaqasida bor? Предстательная железа жидкостida bor. Предстательная железа жидкостida bunda sink bor и разжижать qiladigan spesial suyuqlik bor ekan. Nima? Prostaglandin и antibakterial xususiyatga ega bo'lib, spermani fermentlar bor ekan. Vazifasi nimada bor? Vazifasi разжижать debdi, ya'ni spermani suyultirish. Undan tashqari. infeksiyalardan himoya. Undan tashqari. И oziqlantirish amaliyotlarni matkada nima vлагалищеda kislый pH qiladi. Bu asosiy ashlatuvchi qilib neytralizatsiya qilish. ishqoriga o'tkazib berib, spermani harakatchanligi bilan harakatlanishini yaxshi ta'minlab beradi. Ya'ni yo'lda spermani yo'ldan olib qo'yishdan saqlab turadi. Shunda bu yerda предстательная железаning vazifasi nima bo'lyapti? Himoya, Барьерная и oziqlantiruvchi. барьерная функцияsi bor. То, что semiizvержение bo'layotgan vaqtda machali klapanini bekitib turadi. Qaysi bor? Nima? Мочевой puzirda нижней частida anaqasini sfinkterni Nima sababga? Основание. Mexanizm nima bekitish? Ereksiya paytida Urug' tepaga CD bilan chiqib qo'shilib birinchidan Qaysi mexanizm ishga tushyapti? Seminnoy bugarok nimani vazifasini bajaryapti? семенной бугорок. Seminnoy bugarok ketmadilar-ku. Urug' parchasidan urug'ni otuvchi vazifani bajaradi. Yana nima vazifani bajaradi? И именно shu nimani baryer. Eyakulyatsiya bo'lgan chiqqanda yuqorida sfinkter bekilib, O'qirabsanlar, предстательная железа o'qib berasanlar. Periferический zona bor, to'g'rimi? Nimaga bu bizga kerak? Shu momentlarni menga o'qib javob berasanlar. Тематичный ko'rsin. Periferическая zona, простатическая часть. To'g'rimi? Переходная zona bor. И buni keyinchalik sanlar raklarda, o'smalarda qayerda joylashishiga ahamiyat beriladi. То есть предстательная железада, misol uchun, o'sma kasalliklarida qaysi zonada ko'proq uchraydi, qaysi zonadan olinadi biopsiya. Shu masalan, Tushunarli? Periferический, да? masalaga полный mana shundan javob berasan, rost bo'ladi. Rasmni chizib, qilib berasan. Zonalni qaysi periferический zona, qaysi biri переходная zona, qanaqa tkань, nimalardan iborat, aksinuslardan iboratmi? Aksinuslardan iborat, nechta aksinus bor, nima ishlab chiqariladi, seminnoy puziroklar hammasini o'qib, menga sxematichni rasm chizib javob berasan. Qaysi qon tomirlar ta'minlanadi? Sana 2 yillaring bor, 2 yil o'tib ketadi. Lekin 2 yil ichida sanda qancha ko'p o'zlaring informatsiya olsalaring, shuncha sandaga yaxshi.